Sotuvimizda eng trendda, eng ko'p sotilib turgan mashinalardan birisi BYD Yuan Up do'stlar. Mashinamizni sostenasi o'ta darajada idealniy, ofitsialniy, dillerda olingan, garantiyali varianti do'stlar. Ko'chada olinmagan, dillerda olingan garantiyali varianti. 4 tane yumshoq balon toza qo'yildi. Gofra mashina sostenasi bor. Shu arka qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, вообще zo'r sosteniyada. Panorama tamada salon kısmına geldim olsak dostlar. Salon kısımları ham akkuratniy обшивкалар ham ko'rib turganingizdek zo'r saslanibdi. Sidenlar ham oppoq bo'lib turibdi. Kerakib ko'ngilli xira atadan yerlari yo'q dostlar. Polностью обзор etib o'tamiz. Panorama tamada mashinamiz 401 km yurganligi, чисто 70 da 2 tapındaydı dersizde. Toşu 401 km yurdi. Eğer şehrin içinde deyman dersizde 350 km yurttu maşinamiz dostlar. Вообще funksiyalar ham ko'p, akıllı, multimediyalar ham zo'r. Monitorların uluklarına karanlar, knopkalarına karanlar. Kaç sebersine basıp çıkarsın bunu. Zaryata koyadan besprodni zaryatkalar, sidineler kızadı. Xullas bahası trekker bilen değil, lekin trekker bilen saçlardan maşin emas. Bu вообще akıllı. Arkalarına oturuşlarını gösterip etamiz. Yenglikine karanlar dostlar. Polностью oturgandan keyin shunchaki joy boyali. Maşinamiz вообще zo'r. Uyda zaryata koyaman degan bo'lsa 35 ming so'mlik zaryat bilan do'stlar 350 km yurdi. Eğer 70 dan o'tirmay desangiz 401 ni yurdi. Mashinamiz o'ta darajada akıllı mashinamizni bizani arzonlar podpischilarimiz uchun 220 million so'mga beramiz. Ofitsialniy dillerda do'stlar. Mashin 267 million so'm. Mashinamiz 2025 da avtosalondan olib chiqib pedal boshlangan. Texpasporti 2024 do'stlar. Bizani arzonlar kanalımıza abone bo'lsa esdan chiqmasin. Şimdi ina markalarni zo'r narxda xudo xolsa qo'yishni davom etamiz do'stlar. Bizani kanalimizni kuzatib boringlar.